alaykum hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Mana bugun 16 dekabr 2025 yil muhtaram prezidentimizning 3 tajribasi asosida uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan edi. Hurmatli mijozlar, o'zlaringizda faoliyat jarayonida vujudga kelayotgan muammolar, takliflaringiz bo'lsa takliflaringizni, kreditga ehtiyoj bo'lsa ehtiyojlaringizni bemalol o'zlaringizda faoliyatingizga duch kelayotgan muammolarni birma-bir aytib o'tishlaringiz mumkin. Muammolarni birgalikda yechishga harakat qilib, kredit masalalari bo'lsa kreditlaringizni o'z vaqtida chiqarishga amaliy yordam berishga biz tayyormiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, qo'l ko'tarib murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Esonboyev Amirbek Farhod o'g'li, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida 4-bosqich bitiruvchi talabasiman. Kredit olishning maqsad kelajakka qadam dasturi asosida yengil avtotransport vositalarida yo'lovchilar tashish bo'yicha kredit olmoqchiman. Kredit shartlari bilan tanishisizda qancha summada olasiz? Shunday 10 million so'm. Shartlarni tanishib chiqdim. Xodimlarimiz yana bir marta sizga ularni shart-sharoitlarni o'rgatadi. Umuman takliflar berib, tez kunlarda kredit ajratib berishga tayyormiz. Rahmat, murojaatingiz uchun. Rahmat.